Kanalimiz obunachilari, xo'p. Zavoddamiz, servisda. Mana shitimizda kichkinagina muammo bor ekan. Shunga keldik. Xo'p, tokni bergan vaqtimizda hop ishlamayapti, hech narsa yonmayapti. Monitorlar ham yonmayapti. Bu yoqda hozir toklarni o'lchab, hamma yog'ini tekshirib chiqdik. Muammosi yo'q. Shunda kichkinagina xatolik. Mana bu kontak 380 ni qo'shib beradigan rubelnik desak ham bo'ladi. Mana shu narsa qo'shilmagan. Mana shu kontak bermagan uchun yonmagan ekan. Buni hozir qo'shib ko'ramiz. Ne oluyor? Tutashtirdik. Optizma? Ha, bo'ldi.